Yaxshi ota farzandiga taqiqlagan narsani o'zi ham qilmaydi. Eng aktual muammo hozir tarbiya bo'lib qoldi-yu, butun odamlar. Misol uchun biz xususiy maktabdamiz, keladigan 70-80% ota-ona yana farzandini tarbiyasidan muammo qiladi. Baribir ko'proq muammoni bar ota-onada ko'raman. O'shaning uchun birinchi savolim yaxshi ota borasida. O'zi yaxshi ota qanday bo'ladi? O'zi miyamda yaxshi ota desa ko'proq baribir otam rahmatli keladi. Nima jihatdan? Mas'uliyat, Alloh rahmat qilsin. Mas'uliyat berardilar, mustaqillikka undardilar, ta'limimizga juda ham qattiq e'tibor berardilar, yaxshi ko'rardilar. Mana shu narsa qolib ketgan. O'zi yaxshi ota qanaqa bo'ladi o'zi? Yaxshi ota birinchi o'rinda o'zi namuna bo'ladi. O'zi namuna bo'lishi. O'zi namuna bo'ladi. Birinchi o'rinda yaxshi ota deb ko'z oldiga keladigan insonda farzandlariga gapirmasdan ham go'zal odobni, axloqni o'rgatib qo'yadigan bo'ladi. Yaxshi ota farzandiga taqiqlagan narsani o'zi ham qilmaydi. Yaxshi ota farzandni urib tarbiya qilmaydi. Farzandni taqiqlar ostida tarbiya qilmaydi. Farzandni asabbuzarlik, baqir-chaqir bilan tarbiya qilmaydi. U murabbiy bo'ladi. Murabbiy. Arab tilida murabbiy nima degani? Robb so'zdan chiqqan. Ha, tarbiya kunant. Fors tilida tarbiyalovchi. Tarbiya qiluvchi. Tarbiya qiluvchini eng birinchisi o'zi yaratgan ekan. Robb. Boshqa hech kim robb bo'la olmaydi-ku. Xuddi shunaqa murabbiy, tarbiyalovchi o'sha yaratgan egamni insonlarga o'rgatgan mezonlari va manhajlari asosida jo'natgan elchilarining yo'li orqali qarang, bizga farzandni bergan yaratgan egam uni qanaqa tarbiya qilishni ham o'rgatib qo'yganda. O'sha elchilari orqali, payg'ambarlar, rasullar, nabiylar orqali, bugungi kunda ulamolar, olimlar, ustozlar orqali. O'shanga ko'ra murabbiylik qila oladigan inson tarbiyachi ota bo'lishi kerak.